Sure Tagabun tercümesi 1. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Osmanlardaki ve zimindeki nesile Allah'a tesbih eytidir. Padişahlık Allah'a mensuptur. Cimi hamd sana Allah'a xastır. Allah her nersege qadirdir. Allah sizlarni xalq etdi. Aranglarda mu'minlarmi var, kafirlarmi var. Allah sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Allah osmonlarni va zaminni haq yaratdi. Sizlarni suratga kirgizdi. Suratinglarni chiroyli qildi. Oxiri qaytadigan joy uning dargohidir. Allah osmonlardagi va zamindagi narsalarni bilib turdi. Allah niyetleringlardan, amellaringlardan yoshirganlaringlarni va oshkorlaganlaringlarni bilib turdi. Allah dillardagi sirlarni bilguchidir. Sizlarga ilgari kafir bo'lib amallarining vabolini tetiganlarning xabari kelmadimi? Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Bu shuning uchundirki, ularga payg'ambarlari ro'shan mo'jizalar bilan kelgan edi. Ular inson bizni hidoyat qila olamdi dedi. Payg'ambarni inkor qildi. Iymondan yuz o'rdi. Allah ularning iymoniga muhtoj emasdir. Allah mahluqotdan behojatdir, madhiyaga loyiqdir. Kafirlar hergiz terildirilmaymiz deb gumon qilishdi. Aytqinki, hergiz undaq emas. Rabbim bilan qasamki, sizlar cho'qim terildirilisizlar. Ondan sizlarga qilmishinglardan xabar berildi. Bu Allohga osondir. Allohga, Allohning payg'ambariga va biz nozil qilgan nurga, ya'ni Qur'onga iymon etinglar. Allah qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir. U kunda Allah sizlarni qiyomat uchun to'playdi. U ziyon tortadigan kundir. Ya'ni u kunda iymonni tark etganligi bilan kofirning ziyon tortganligi, yaxshi amallarni degandek qilolmaganligi bilan mu'minning ziyon tortganligi oshkor bo'ladi. Kimiki Allohga iymon etib yaxshi ish qiladigan, Allah uning yomon ishlarini yo'q chiqardi. Uni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizdi. Ular u jannatlarda mangu qoladi. Bu katta muvaffaqiyatdir. Allohning birligini va qudratini inkor qilganlar, oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar ahli do'zax bo'lib, ular do'zaxda mangu qoladi. U nima degan yomon joy? Kishiga yetgan har qanday musibat faqat Allohning izni, ya'ni qadosi bilanla yetadi. Kimki Allohga, ya'ni har qanday musibat Allohning qazosi bilan yetadi degan so'zga ishonadi ekan, Allah uning qalbini sabrga yetaklaydi. Allah har narsani bilguchidir. Allohga itoat qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar. Agar payg'ambarning da'vatidan yuz o'risanglar, payg'ambarga ziyon yo'q, o'zinglarga ziyon. Payg'ambarimizning vazifasi faqat da'vatni ro'shan tabliq qilishdir. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Mu'minlar Allohga tavakkul qilsin. Ey mu'minlar, sizlarning ayollaringlardan, ballariңlardan sizlarga dushman bo'ladiganlarimi bor. Ulardan ehtiyot qilinglar. Agar ularni afu qilsanglar, kechirsanglar, mag'firat qilsanglar, Allah sizlarni mag'firat qiladi. Allah haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Sizlarning mollaringlar, ballaringlar sizlarga Allah tarafidan bir turlik sinoqdir. Allah'ның dergahida katta savab var. Taqatinglarning yetishicha
Allahqa taqvodorlik qilinglar. Va'zini anglanglar. Emriga itoat qilinglar. Allah'ның yo'lida mollaringlarni sarf qilinglar. Bu o'zinglar uchun foydalidir. Kimiki nafsining bexilligidan saqlanadigan, u maqsadiga erishguchidir. Allahqa qarzi hasana bersanglar, ya'ni memnuniyet bilan pul mol sarf qilsanglar, Allah sizlarga uni hassilab berdi. Sizlarga mag'firat qiladi. Allah az yaxshilikqa ko'p savob bergichidir, halimdir. Ya'ni bandillarini azoblashga oldirib ketmaydi. Allah g'ayibni va oshkorni bilguchidir, g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir.